Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevaning So'z chamani nomli she'riy to'plamini o'qishni tavsiya etadi. O'zbek xalqining ardoqli farzandi, O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva nima bitgan bo'lsa, yurak qoni bilan to'marist momonlarga xos jasorat, shijoat bilan Zebiniso, Nodira begimlar kabi nafosat bilan yozgan. Ishonamiz, shoiraning ushbu kitobga kiritilgan she'rlari qalbingizga dilbar tuyg'ularni armag'on etadi. Mening bog'im. Men bir bog' o'stirdim, biroq u bog'im mevalari hali o'zim kabi g'or. Istagim yonsa-yu umid chirog'im insonlar qalbiga bo'lguday manzur. Nordon mevalarim yetilib pishsa, odamlarga qo'yib mehmon qilardim va ular yeb ko'rgach totli deyishsa, men chindan bir umr baxtli bo'lardim.